masofadan boshqa kompyuterga ulanish uchun yana bir dastur bor. Ushbu dasturga kiramiz. Buni qulayligi unga nisbatan ko'proq. Mana ko'rib turibsizlar. Sizga adres va parol beradi. Xuddi sizga bergandek, siz ulanmoqchi bo'lgan kompyuterda o'zini ham alohida ID'si bor. Maytga ID'sini yozasiz. Projact qilasiz. Bu o'zingizniki bo'lgani uchun kirmaydi. Unikini yozasiz, keyin bu parolni so'raydi. Parolni kiritib, podключить qilganingizdan keyin ularni kompyuterga siz bemalol ulab olasiz. Ularda kompyuterda nimaki bo'lsa hammasini ko'ra olib, ular sizlarga dastur bersa bo'ldi. Yoki maytga qidirib ko'ramiz mana, podключить ko'ramiz. Bu bo'lmaydi, chunki bu o'zingizning ID'ingiz bo'lgani uchun. Agar boshqani kompyuterga ulamoqchi bo'lsangiz, bemalol ulasa bo'ladi. Hozir men sizlarga test rejimida ko'rsatdim, shuning uchun ulanmadi.